Assalomu alaykum. Bugun suvda ildizlatish haqida bilganimizni aytamiz. Agar siz buni shunchaki sindirib yerga tiqib ildizlatadigan bo'lsangiz, sizga gap yo'q, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Lekin biz bilmaydigan odamlarga aytamiz. Buni suvga tiqib, buni yerga tiqib bo'lmaydi, sababi shox katta bo'lmaydi. Sariq ochiladigan geran, bunisi ham sariq ochiladi. Bu banasmera juda ham go'zal ochiladi. Zanartik sortlari. Bularning tanalari katta bo'lmaydi. Kesib yerga tiqish imkoni yo'q. Buni shu holatida 1,5 sm bo'lgan kesib olganimizda tanasi suvga solib ildizlatganmiz. Hozir tuprog'i tagida 1 sm-cha tanasi borda. Bu yog'i o'sishni boshlagan joylari, bu yerlari. Mayli. Bu gulimiz, misol uchun olaylikda. Bu uchi xom ushlaganingizda bilinadi, yumshoq bo'ladi. Bu kurtak chiqargan joyi. Qattiq. O'ta qattiq emas, lekin pishgan tanasi. Shu joyi bo'g'in deymiz. Bu sarig'i turgan joyi bo'g'in desa bo'laveradi. Shuni pastidan kesadigan bo'lsangiz, yo bargi pastrog'idan kesadigan bo'lsangiz, bu yerdan ildiz chiqishi oson bo'ladi. Bargini olib tashlaysiz, bir 15 minut turadigan bo'lsa bu kesgan joyingiz qotadi. Kesilgan joyi yarasi bitadi. Suvga solganingizda birdaniga soladigan bo'lsangiz, chirib ketish ehtimolligi paydo bo'lib qoladi. Shu ehtimolligini pasaytirishi birdan bir yo'li shu kesgandan keyin 15 minut turish kerak. O'shanda gulingiz suvga solganingizda suvingiz ko'karib ketib, aynib qolib, gulingiz chirib ketib qolmaydi. Endi suvga solyapganda suvni ko'pgina quyilmaydi. Eng asosiy qoidalardan 1 sm, 1,5 sm sharoitga qarab ko'p quymaslik kerak. Hop, yana bittasi, eng zo'ri suvni qaynatilgan dog' suv, qaynatilgan suv qaynatib, sovigan xona haroratidagi suv bo'ladigan bo'lsa, juda ham zo'r ish bo'ladi. Karnavin bo'lsa solasiz, bo'lmasa shart emas. Bizni O'zbekistonda original karnavin bo'lmasa kerak. Shuning uchun uni solish shart emas. Suvni o'zida ham ildiz otadi. Aktivirованный уголь solsa bo'ladimi deyishadi. Aktivirованный уголь gulni ildizlatib bermaydi. Aktivirованный угольni vazifasi suvingizni aynitib qo'ymasligini ta'minlab beradi. Suvdagi qanaqadir mikroblarni o'ldirib, suvingiz aynib qolmaydi. Vazifasi shu. Shuning uchun dog' suvni o'zida qilsangiz ham bo'ladi. Eng asosiy qoidasi shu. To'g'ri qalamchi tanlab, to'g'ri kesib, to'g'ri solish kerak. Turadigan joyda xona haroratida yorug' joy bo'lish kerak. Quyosh nuri to'g'ridan to'g'ri tushmaydigan, yorug'. 1-2 soat tushsa tushersin, ziyoni yo'q. Lekin kun qizigan paytda quyosh nuri tushib turadigan bo'lsa, u ziyon bo'ladi. 20, 25, 27 gradus atrofida bo'ladigan bo'lsa, muammosiz ildiz chiqaradi. Birinchi oqarishni boshlaydi. Oqarishni boshlagan taglari. Keyin astalik bilan ildiz chiqarishni boshlaydi. Bu ildiz chiqarishni boshlagani. Bular hammasi har xil vaqtda qo'yilgan. Sortlari ham har xilda, qaysidir biri tezroq chiqqan, qaysidir biri sekinroq chiqaradi. Eng asosiysi natija chiqsa bo'ldi. Zo'r tomoni ingichka, o'ta ingichka, juda ham nozik, lekin shuni suvda ildizlatamiz. Endi yerga tiqib ildizlatib bo'lmaydi bu gulni deb aytdim. Hozir ko'rsataman. Buni kattalarini ko'rsataman buni. Olaylikda. Buni kattalari barg bo'ladi, shoxi bo'lmaydi hisobda. O'ta o'sib ketgan bo'lsa bo'ladi, u ham bo'ladi, bo'lmaydi emas. Lekin sindirib qo'yib yerga tiqadigan joyi yo'q buni hisobda. Kurtagi bu zanartik pelargoniyalar juda ham chiroyli, juda ham go'zal ochiladi. Ko'rganingizda
bitta ko'rganingizda ishqingiz tushadi, u aniq u. Men bilmadim, u dunyoning tashvishlarini unutib yorasiz bularni ochilganini ko'rganingizda. Banas Mera ko'pchilik bilsa ham kerak buni. Bu Margit, Pagaza Margit. Bunisi Zumba Zvinto ochiladi, xudo xohlasa kurtagi bor, bu ham kurta chiqarishni boshlagan. Qo'yamiz. Shox yo'q. Ko'rinyapti menimcha. Buni bargini o'zi bir alohida mavzu. Zanartik nima farqi bor? O'zimiz oddiy zanalniy geran bo'ladi, o'zimiz oddiylari. Bular zanartik bular. Xo'p, endi bu geranlar bor, misol uchun Istoriya любви. Bular gibrid. Bular gibrid bo'lish kerak. Hozir aniq javob bermaydi, bular gibridligi aniq. Gibrid degani zanalniy pelargoniya bilan zanartikka chatishtirilgan. Zanartiklari qish paytida 15 gradusdan past bo'lgan haroratda qishlash kerak bo'ladi. O'zimizda gibridniy bilan o'zimizda zanalniylari uni qizig'i yo'q uni. Ana bu ham Vavilon. Bu ham gibridniy sort chatishtirilgan. Zanartik bilan zanalniy o'zimizni gerandan chatishtirib shunaqangi sort chiqarishganda juda ham barglarini o'zi ham chiroyli. Guli ochilganda o'ta chiroyli. Mavzudan chetgacha ketib qoldik. Shu suvda ildizlatayotganda kim nima desa deyaversin, asli yerga tiqib qo'yib ildizlatsangiz ham zo'r. Lekin o'sha odamlarga misol uchun menda bir 250 xilga yaqin ochilganda 250 xildan ham ko'p bo'ladigan geran bor. Juda ko'pini nomini ham yozganimiz yo'q, sababi faqat endi zo'rlarini yig'amiz deb. Bu Angel misol uchun sort Angel. Buni ham bir 10 xilga yaqin sorti bo'lsa kerak. Juda ham ajoyib, juda ham zo'r, chiroyli. Ular даже bilishmaydi ham, bunaqa gullar borligini bilishmaydi ham. Kommentariyaga kirib olib yozishadi, men shuni sindiraman, tiqib qo'yaman deb. Sizlar aytayotgan geran haqida gap ketmayapti. Mayli, shu agar suvda ildizlatmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, shu aytilgan qoidalarni to'g'ri bajaradigan bo'lsangiz, albatta ildiz otadi. Bu urug'dan chiqqani. Ampilniy geranni ham xuddi shunaqa. Bu ampilniy geran oqarishni boshlagan. Bu degani ozgina tursa ildiz chiqarishni ham boshlaydi bu. Bular ham xuddi shunaqa oqarishni boshlagan taglari. Suv sarg'ayib ketadigan bo'lsa almashtirib turish kerak bo'ladi. Bo'ldi. Boshqa hech qanaqangi muammoli joyi yo'q. Suvda ildizlatadigan bo'lsangiz, zo'r tomoni natijani ko'rib turasiz-da. Ildiz otayotganini, oqarayotganini, hamma jarayonni kuzatib borasiz, bu sizga boshqacha zavq bag'ishlaydi. Aslida ko'paytirayotgan gulingiz misol uchun 10 minglik gul bo'lishi mumkin. Lekin siz uni ildiz ottirib, kesib, ildiz orttirib, o'zingiz gul qilib oladigan bo'lsangiz, u bebahoga aylanadi u. Sizga o'zingizga bo'lgan ishonch orttirib beradi. Maza qilib olasiz. Qisqasi uni shu sohani orasida yurgan odamlar biladi uni. Gulga qiziqadigan odamlar tushunadi. Gapni ko'paytirib yordim. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Xudo xohlasa, ko'pchilik so'rashadi, qachon sotuvga chiqadi deb. Xudo xohlasa, harakatimiz bor. Ochilishni boshlasa, bu birov zakasi bular. Bular ham birov zakaslari. Birov zakasi bo'lsa kerak, adashmasam. Bu yerda hali zo'r sortlari ochilgani yo'q. Zo'r deganda, juda ham zo'r sortlarimiz bor, hali ochilishni boshlagani yo'q. Ochilsa, xudo xohlasa qo'yib boramiz. Telegram kanalimiz bor. Telegram kanalga a'zo bo'lsalar bo'ladi. Pituniya Namangan degan 2000 tadan oshiq obunachimiz bo'lsa kerak. Har kunlik rasmlarni, har kunlik qilayotgan ishimizni imkon qadar qo'yib boramiz. Harakat qilib ko'ring, albatta o'xshaydi. O'xshaganda sababchi bo'lib qoladigan bo'lsak, xursand bo'lamiz. Xudo kuch-quvvat bersin. Vaqt ajratib ko'rganingizga ming rahmat.